O'tgan mavsum yanvar oyi uchun 18 ming kuba gaz rasxod bo'lgan obyektimizda turibmiz. Ko'p yillik tajribali usta ekansiz. Shu ko'p yillar davomida kattaroq masshtabda qilgan kattaroq obyektingiz bormi? Bo'lsa ko'rsating degan savollar bor edi. O'shaning uchun hozir biza podvoli bilan 13 qavatli Zitour gastitsasini qozonxonasidamiz. Bu xudo xolisa bu yil 4-sezonga kirishga tayyorgarlik. Biza bu yerda 4 ta ferroli napolniy kotel qo'yganmiz va butun etajni shu 4 ta dona nasosimiz bilan hal qilganmiz. 1-etajdan 6-etajgacha, 7-etajdan 12-etajgacha. Undan tashqari gastitsamizda 100 tadan ortiq sanuzil bor. 100 tadan ortiq sanuzilimizdagi 4 ta dona 500 litrlik boylerdan foydalanamiz. Gastitsamizda to'liq bo'lganda ham bemalol yetib beryapti. Bu nima degani desa, hisob-kitob bilan qilingan ish hech qachon ortiqcha xarajatga ham, uyaltirishga ham olib kelib qo'ymaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi qo'shimcha tajriba. Uchinchisi sizga rahmat keltiradigan ish. Bu katta masshtabli obyektimiz haqida qisqacha ma'lumot berdik. Tabiiyki bundan keyin sizlarda har xil savollar paydo bo'lishi mumkin. Shu savollarni inobatga olib, biz bu obyektimiz haqida katta video tayyorlaganmiz. Buni Telegramdagi kanalimizga o'tib bemalol ko'rishinglar va o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishinglar mumkin. Agar o'sha ma'lumotlar sizlarga foydali bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Rahmat.